Assalomu alaykum. Men Ibrohim Botirov, Meridians Marketing jamoasi a'zosiman. Bugun sizlar bilan Telegram Ads da targeting qilish ko'rib chiqamiz. Telegram Ads o'z nima? Telegram Ads bu Telegram platformasida ofitsial reklama qilish uchun imkoniyat beradigan instrument. Telegram Ads balkim ko'pchilik ko'zi tushgandir, kanaldan oxirida yoki o'rtasida chiqadi post ko'rinishida. Hozirgi kunda Telegram Ads ikki xil kabinetda yoqsa bo'ladi. Bu ton kabinet, hammaga dostupi bor bo'lgan kabinet va Yevro kabinet. Ton kabinetda o'ziga yarasha cheklovlari bor. Bugun asosan biz Yevro kabinetni targetinglarni ko'rib chiqamiz. Endi ko'pchilikda savol bo'ladi, Yevro kabinetni qanaqa qilib ochish mumkin? Yevro kabinetni Telegramni ofitsial resellerlari orqali ochish mumkin. Shu tariqa Meridians Marketingga ham bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bizga через bot yoki прямой сообщение orqali murojaat qilsanglar 1 soat ichida kabinet ochib beramiz. Mana biz kabinet ochib oldik. Endi qadam-qadam qanaqa targeting qilishni ko'rsatib ketaman. Birinchi bo'lib kabinetga e'tibor beramiz. Bizda byudjet bor 500 evro и asosiy knopka create a new ad. Shuni bitta bosib ichiga kirsak bo'ladi. Shu targetingga interfeysi ko'rib turibsizlarki, bizda 4 xil targeting bor. Birinchisi search, bots, users va channels. Searchdan boshlayveramiz. Target search bu ключевой so'zlar bilan, ya'ni keywordlar bilan reklama yoqish. Ya'ni misol uchun xuddi Google ga o'xshab user Telegramda poisk qilganda qanaqadir so'zni sizni kompaniyangiz oti birinchi bo'lib chiqishini belgilab olasiz. Bu har xil ключевой so'zlar bilan qilish mumkin. Ko'rib chiqamiz. Add title. Add title bu sizni reklamning obyektingizni oti. Iloji boricha soddaroq, tushunarliroq qilishni tavsiya qilaman, chunki reklamning obyektlar ko'paygandan keyin shundoq ko'rib tushunishinglar kerak. Aytaylik, mana add search. Xo'p, bizda URL you want to promote bu sizni pasadkangiz, ya'ni reklama qilmoqchi bo'lgan kanalingiz yoki o'sha yerdagi post bo'lishi mumkin searchda. Bunaqa tashab qo'yamiz va CPM. CPM bu har mingta pakaz uchun sizni qo'yadigan stavkangiz. Bu yerda xuddi metaga o'xshab bidding sistema bor. Search uchun minimalniy CPM bu 1 evro. Endi initial budget in euro. Bu sizni boshlang'ich byudjetingiz. Boshlang'ich byudjetga keyinchalik siz bemalol yana pul qo'shib ketsangiz bo'ladi. Bu sizni asosiy byudjetingiz desa ham bo'ladi. Misol bu yoqqa 5 evro qo'yamiz. Bu yoqda set daily limit degan knopka bor. Bu kuniga nechta pulgacha ishlatish mumkinligini belgilab beradigan knopka. Misol kuniga 2 evrogacha ishlat deymiz. Keyinchalik mana daily views limit per user degan narsaga o'tamiz. Bu bitta obunachi sizni reklamangizni necha martagacha ko'rishi 4 martagacha belgilasak bo'ladi. Initial status bu reklamangiz moderatsiyadan o'tgandan keyin qanaqa holatda yoqilishi. Biz tavsiya qilamiz on hold statusda yoqishi. Sababi on holdda yoqqaningizda siz reklama kutilmagan holatda yoqilib qolmaydi. On holdda reklama pauzada yoqildi degani. Ikkinchi asosiy sabab bizani o'zimizda ham researchimizdan statistikalarga ko'ra on holdda yoqilgan reklamalar tezroq moderatsiyadan o'tadi. Set start date. Buni xohlasanglar qo'ysanglar ham bo'ladi, xohlasanglar qo'ymasanglar ham bo'ladi. Bu yerda siz kunni vaqtni belgilasangiz bo'ladi reklama yoqiladiganini. Ad schedule bu run this ads on schedule, ya'ni sizni reklamangizni qanaqadir jadvalga qarab, qanaqadir grafikka qarab yoqilishi. Bunda bossanglar bu yoqda kunni va vaqtlarni belgilasanglar bo'ladi. Bu kimga yaxshi? Call center bilan ishlaydigan kompaniyalar uchun juda yaxshi narsa. Misol dushanba soat 9 dan jumagacha, mana kechasi soat 6 gacha ishlaydi deb belgilab olsanglar bo'ladi. Lekin bu shart emas, hozir qo'ymay turamiz. Xo'p, keyingisi mana asosiy qismiga o'tamiz. Target search queries, ya'ni bu nima? Siz searchda asosan keywordlar, ya'ni ключевой so'zlar qo'yasizlar. Misol sizni kompaniyangiz bizning holatimizda reklamli agentство bo'lgani uchun bizning fokusimiz Telegram Adsda. Shuning uchun odam, user Telegram Ads qidirayotganda Meridians Marketing birinchi chiqsin deb belgilab olamiz. Buni yana boshqacha ko'rinishlarini ham qo'ysak bo'ladi. Misol uchun Telegram yoki Telegramda reklama. Tavsiya qilamiz 4 tagacha so'z qo'yishni. O'zi 10 tagacha ключевой so'z qo'yish mumkin, lekin baribir bitta odam 4 martagacha maksimum siz reklamangizni ko'ra oladi. Faqat bu bilan cheklanib qolmasdan har xil kreativniroq so'zlar ham qo'yish yaxshi bo'ladi. Misol konkurentlarni ham otini qo'ysangiz bo'ladi. O'tda o'shanda sizni kompaniyangiz tepada qidirgan odamga chiqib turadi. Bundan keyin I have read and agree with Telegram ad platform terms of service deysizlar. Create ad. Mana sizni birinchi reklamli obyektingiz tayyor. Endi botsga o'tamiz. Ya'ni siz qanaqadir o'zingiz xohlagan botlarda o'zingiz reklamangizni chiqarasiz. Sekin boshlasak bo'ladi. Mana add title da xuddi shunaqa add deymiz. Bots oddiygina
ism qo'yib olamiz. Oldindan tekst qo'yib oldik bu yerda sizga ko'rinishi uchun, tushunarli bo'lishi uchun. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana bu bot. Xuddi o'sha kanalimizni reklama qilyapmiz. Endi qo'shimcha nastroykalar chiqyapti bu yerda. Show channel picture misol. Buni ko'rib turibsizlar, bizning logo chiqyapti, ya'ni kanalimizda turgan rasm. Bunga plus 30% CPM qo'shiladi, lekin bu yerda ham minimalli 1 yevrodan boshlash kerak. Initial budget xuddi shu narsa 4 martagacha belgilab olamiz. Qolgani bir xil. Faqat bu yerda ikkita muhim narsa bor, keyinchalik ham kerak bo'ladigan. Birinchisi bu Ads Markdown bot. Ads Markdown bot orqali nima qilamiz? Hozir rasmli format ko'p bo'lgan paytda prosta tekstoviy odamning ko'ziga ko'rinmasligi mumkin. O'shaning uchun customni yoki animatsionniy emojilar qo'yib olamiz. Buning uchun biz tekstni o'zini kopiya qilib olamiz va Ads Markdown botni bosamiz. Mana primoy shu knopkani bosganimizdan keyin bizning botimizga o'tdi. Tekstimizni tashlaymiz. Mana oddiy emojini o'rniga agar sizlarda premium account bor bo'lsa, mana shunaqa rekomendatsiyalar beradi. Shundoq qo'yib jo'natib yuborsak bo'ldi. Mana shunaqa Unicode beradi. Unicode'da keyin biz qaytib o'zimizning interfeysga kirgizamiz. Mana bu animatsion emoji bo'lib tushadi. Bu reklama yoqilganda mana shunaqa ko'rinishda chiqadi. Endi hozir Telegram platformasi sal sekinroq ishlayotgani uchun ko'rinmayapti. Endi qolgani chap tomonda xuddi shunaqa bir xil va asosiysi hozir endi siz reklama qilmoqchi bo'lgan botlar. Telegram Ads shunaqa joyi borki, agar siz o'zingizda list bo'lsa ham botlarni yoki kanallarni bitta-bittalab kirgizishingiz kerak bo'ladi. Lekin Google o'zini yaxshi extensioni bor, TG Ads Assistant degan linkini tashab qo'yamiz. Mana shunaqa multiple link insert, ya'ni hamma linkni bittada kirgizish imkoniyatini beradi. Aytaylik, sizda mana botlarni o'zini listi bor, biz o'zimiz uchun yig'ib qo'yganmiz. Shuni olasiz. Mana buni bosib, bemalol bu yoqqa kirgizib yuborsangiz bo'ladi. Buni ko'rib turibsizki, avtomatik har bittasini bittalab kirgizib chiqyapti. Faqat e'tibor berish kerak. Mana hozir qizil yozuv chiqdi. Ya'ni o'sha botda 1000 ta aktivniy user bo'lish kerak, obunachi bo'lish kerak, ishlatayotgan. Bo'lmasa ishlab turgan bot ham bir xilda ishlamay qolishi mumkin. Endi bo'ldi, shu I have read and agree ni bosasizlar. Botlar yig'ildi, hammasi tayyor. Bot uchun reklamli obyekt ham yasaldi. Uzr, mana bu yerda muhim narsa 1,5 yevro kirgizgan deyapti. Buni sababi nima? Boyagi animatsionniy emoji ham qo'shimcha CPM o'ziga olyapti va undan tashqari kanalni sizlar logosini ham ishlatyapsizlar. O'shaning uchun kamida 1,5 yevro ishlatgan deyapti. Create ad. Bo'ldi, mana botga ham yasadik. Endi kanallarga o'tamiz. Channels, ya'ni channels bu xuddi passivga o'xshab, ruschasi aytadi, administrator bilan yoqqandek narsa, faqat Telegramda siz mo'ljallagan kanalni o'zida reklama qilish. Reklama qilishni boshlaymiz, reklama yasashni. Add channels. Add textni biz oldindan qo'yib olganmiz, xuddi o'sha. Bunga xohlasanglar animatsion emoji qo'ysanglar bo'ladi, xohlasanglar qo'ymasanglar ham bo'ladi. Show channel picture bu yoqda shart emas, chunki mana bu maxsus knopka bor bizda. Hozir yaqinda shu narsa paydo bo'ldi. Ton va Yevro kabinetlarda hammaga dostуп berildi rasmli reklama qilishga. Buning uchun bosamiz, bizga kerakli rasmni tanlab olamiz. Xo'p, internetda ozgincha sekinlik bor, boshqa joylarni nastroyka qilib tursak bo'ladi. Kanalda muhim narsa CPM minimal 2 yevrodan boshlanadi. Qolgani xuddi shunaqa initial budgetlarni belgilab olamiz 4 marta. On hold statusda yoqilaveradi. Mana bizani reklamamiz shu ko'rinishda bo'ladi. Endi bu yoqda asosiy farqi nima? Ton kabinetdan. Ton kabinetda bunaqa nastroykalar ko'p bo'lmaydi. Bu yerda siz bemalol tilni tanlasangiz bo'ladi. Xohlasangiz interes bo'yicha qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz o'sha asosiy maqsad bo'lgan kanal bo'yicha qilsangiz bo'ladi. Unda tilni tanlash shart emas. Xuddi shunaqa ko'p kanallarni ham kirgizsa bo'ladi, lekin channels targetingda ko'p kanalni bittada kirgizish tavsiya qilmayman, chunki o'zi bu targetingda reklama sal sekinroq yuradi. Exclude topic qilib, kerak emas intereslarni ham olib tashlasangiz bo'ladi. Yana usersda bunga to'xtalib o'tamiz. I have read and agree. Yasaymiz, mana sizlarda channelsga ham reklama tayyor bo'ldi. Endi Yevro kabineti eng kuchli tomonlaridan bo'lgan users targetingga o'tamiz. Users targetingni bosib olamiz. Bu
mana shu interfeysdan уже ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham ko'p nastroykalarga ega. Channels targetingga juda ham yaqin, faqat katta farqi bor. Channels targetingda biza misol kunduzni belgilab oldik. Bunda siz faqat kunduzni obunachilarini kunduzga kirganida reklamani ko'rsata oladigan qila olasiz. Aktiv userlarga faqat ko'rinadi. Lekin usersda xuddi shunaqa reklama kanal bo'yicha ham belgilasa bo'ladi va boshqa nastroykalar bor. Lekin bu yerda asosiy farqi siz obunachilarni poylaysiz. Ya'ni misol kunduzni siz belgilasangiz, bu yoqqa kunduzda bo'lgan obunachilarga boshqa payt ham, boshqa kanallarda bo'lishganida ham reklama ko'rinadi. O'sha asosiy farqi. Lekin bundan ham kuchli tomoni bu yerda CPM 0.01 dan boshlanadi. Endi asosiy qismi reklamni obyekt yasashga o'tamiz. Mana oldindan tekst bilan reklamni obyekti tayyorlab qo'ydik. Add users topic bu yerda nastroyka ko'proq bo'lganiga 2-3 xil variant ko'ramiz. Yana buni tanlamay turamiz. Reklama qilmoqchi bo'lgan rasmimizni belgilab qo'yamiz va bu загрузка bo'lgunicha boshqa qismiga o'tsak bo'ladi. Aytib o'tganimizdek 0.01 minimalniy CPM dan boshlasa bo'ladi. Mana 80% ga chiqdi bizning CPMimiz. Sababi biz уже rasmni ham reklama qilyapmiz. Sekin CPM agar animatsionniy emoji qo'shsanglar ko'tariladi. Minimalniy byudjet 5 dan boshlasak bo'ladi. Lekin CPM 0.01 emas, hozir reklamniy obyektlar o'zi marketda ko'p. Shuning uchun хотя бы 0.1 dan boshlashni tavsiya qilaman. U targetingga qarab o'zgaradi. 4 martagacha belgilab qo'yamiz. Mana bu yoq qiziq qismiga o'tamiz. Bu yerda siz уже country, ya'ni davlat tanlasangiz bo'ladi. Location, ya'ni shahar, aytaylik Toshkent yoki viloyat, vohalarni ham tanlasangiz bo'ladi, muammo yo'q. Tilni tanlasangiz ham bo'ladi. Bu yerda nastroykalarni sal kamaytirish uchun hamma narsani belgilamaymiz. Topics, interes bo'yicha ham qilsak bo'ladi. Mana hozir biz birinchisi kanal bo'yicha qilib ko'ryapmiz. 0.1 dan boshlanyapti, 2 yevrodan emas. Bunaqa arzon CPM, даже shu ham ko'rinishi ham ton kabinetidan ancha arzonroq. Xuddi shunaqa multiple link insert qilib biz kanaldan kirgizsak bo'ladi. Endi bizda marketing yo'nalishida bo'lgani uchun shu yo'nalishda kanalni primerni test uchun yig'ib olganmiz. Hammasini olish shart emas. Kirgizib ko'ramiz. Xuddi shunaqa tool bilan o'zi kirgizib ketadi. Paka qolgan narsalarga tegmay turamiz. Reklamni obyekt misol hozir topic channelsga yasadik. Topicga emas, channelsga yasadik. I have read and agree. Endi xuddi o'sha usersda boshqacharoq usul bilan, ya'ni topicsda qilib ko'ramiz. Clear draft. Topics. Xuddi shu narsani duplikat qilib oldik, create similar adni bosganimizdan keyin. Bu kanallarni olib tashlasak ham bo'ladi. Bizda mana target topicsga o'tamiz. Marketing yo'nalishida bo'lgani uchun kimga qiziqish bo'lishi mumkin bu Telegram Ads'da deb. Misol biznes egalari, biznesga qiziqadigan odamlarni belgilasak bo'ladi yoki oddiy shu marketingni ham belgilab qo'ysak bo'ladi. Topicni xohlasanglar ko'proq belgilasanglar ham bo'ladi. Qaysi topicda qanaqa yaxshi ishlayapti, qaysi birida CPM yaxshiligini bilish uchun kamroq bitta yoki ikkitadan yoqishni tavsiya qilaman. Bu yana bitta metod. Endi xuddi shuni teskarisini qilamiz, ya'ni add users emas, topiclarni исключение metodi bilan qilamiz. Buning uchun exclude qilamiz, topiclarni o'chirib tashlaymiz. Xuddi shu narsani teskarisi, ya'ni qaysi auditoriya menga kerak emas deb o'ylashimiz kerak. Endi misol, hozir bu yerda bitta ikkitasini olib ko'rsataman. Aytaylik, video gamesga qiziqadigan odam kerak emas deymiz bizga. Hech qanaqa diskriminatsiya yo'q, prosta auditoriya to'g'ri kelish kerak, чтобы CPM ham katta bo'lmasligi uchun to'g'ri odamlarni poylash uchun reklama qilishga economy and finance ham olib tashlasak bo'ladi. Misol job listings olib tashlaylik. Buni maksimum 20 tagacha belgilashni tavsiya qilaman. Qachon exclude metod yaxshi ishlaydi? Masshtabni reklama yoqmoqchi bo'lsanglar, juda yaxshi metod. Xuddi shunaqa qilib buni ham save qilamiz. Shu yerda o'zida 3 ta usersga reklama yoqdi. Hozir yana juda ham populyarniy bo'lgan metod, xuddi shu exclude bilan create similar add qilib otini yozamiz va bannerni belgilab qo'yamiz. Banner in video, ya'ni hozir reklama ko'rayotganda
banner in video degan format chiqqan. Bu videoni pastida reklama chiqadi. 9 sekundgacha uni o'chirish mumkin emas. Show channel picture qilib, mana shu holatda videoni pastida odamlarga ko'rsatiladi reklamangiz. Auditoriyaga xuddi shu narsalarni belgilasangiz bo'ladi. Byudjetni ham belgilab qo'yamiz 5 qilib. Va shu asosiy targeting metodlar edi. Umid qilamanki, sizlarga foydali bo'ldi. Albatta, agar savollar bo'lsa, izohlarda qoldiringlar, javob beramiz va keyingi darslarda ko'rishguncha rahmat. Telegramda rasmiy Yevro kabinet ochmoqchimisiz? Unda hoziroq Telegramdagi Meridians pastki chiziq sales akkauntiga yozing. Mutaxassislarimiz sizga kabinet ochish, sozlash va reklamangizni ishga tushirishda to'liq yordam beradi.